Hammaga assalomu alaykum. Isuzu Center Imagine sizlarga juda ham zo'r chegirmalarni tayyorlab qo'ygan. Hozir sizlarga birma-ketir modellarini ko'rsatib, hamda eski va hozirgi narxlari bilan sekin sizlarni tanishtirib o'taman. Xo'p, bizda benzovoz FVR 34K eski narxi 1 milliard 210 million so'mni tashkil etgan bo'lsa-da, hozirgi paytda narxi 950 million so'm. Xo'p, KDM Isuzu FVR 34K eski narxi 1 milliard 290 million 300 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi paytda 850 million so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Asinizator MPR 82L eski narxi 829 million 900 ming so'm bo'lgan, hozirgi paytda 680 millionga xarid qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Vishka MPR 75L K modeli 18 metrgacha ko'tariladi. Xo'p, buni narxi oldin 1 milliard 179 million 700 ming so'm bo'lgan. Hozirgi paytda sizlar buni 700 millionga xarid qilsanglar bo'ladi. Hamda bizda yana boshqa bir modellarimiz ham bor. Ularni opisaniyada eski va hozirgi narxlarini, chegirmadagi narxlarini sizlarga yozib qoldiraman. Agar sizlarga shunaqa Isuzu mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Isuzu Center Imagine ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.